Assalomu alaykum jam ishqibozlari. Bugungi muammoimiz pedal akselerator shtekerlarini boshqatdan permichga berib, plus zastonkamiz mana. Mashinamiz 60 ming yurgan. Mashina 3 ming оборотdan o'tmay qo'ygan. Pedal akseleratorni ashib berib qo'ygan. Xudo xolis chiroyli qilib обучениeni berib tozalab beramiz. Zastonkalarni tozalab berdik. Endi qo'yib обучениeni berib tizat qilib ko'ramiz. Bularning ошибкasi сохранение bo'lib qolgan, o'chirib yuboramiz. Xudo xolis parametrlarimiz ham joyida, suvlarimiz qizyapti. Qizigandan keyin gazni regulировка qilib beramiz. Xudo xolis buni gazlarni regulировка qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, kevrasizlar, xudo xolis chiroyli qilib beramiz.